Señorlar, senyoritalarim, Bangkokni 4 tomondan sizlarga aylanib ko'rsataman. Chunki eng yuqorisiga chiqqanmiz, binomizni boshladik. Bu birinchi tomoni. Ko'ryapsizlarmi? Shu qadar go'zal. Shu qadar go'zal. Ko'ryapsizlarmi? Shu qadar go'zal. Bu go'zallikni ko'rib to'g'risi juda ko'p yig'ladim, juda ko'p yig'ladim. Bu ham bir tomoni. Bu esa 3-tomoni. Qarang qanaqa chiroyli. Yuqoridan ko'rinishi. Endi esa 4-tomoni. Ko'rdingizlarmi? Sizlarga Bangkokni 4 tomonidan ham tepadan ko'rinishini ko'rsataman. Bular meni ustimdan kulishyapti. Yig'ladingiz deydi. Nimaga? Shunaqa gaplar. To'g'risi, shunchaki kishi bilan kelishni o'rganganman. Yaqinga yetdim. Robbim, Xudojonim taqdir qildi. Kelasi safarga sizlar bilan Xudo xohlasa. Bundan ham chiroyli joylar bor. Dunyoni ko'rilmagan qanchadan qancha mo'jizalar, go'zalliklari bor. To'g'ri, bu inson qo'li bilan yaratilgan, lekin Xudo istamasa bunaqa narsa bo'lmaydi.